Xudoy taolo mol mulk bersin. Ha? Qaydan bo'lsa ham boy bo'lsam bo'ldi emas. Allohim mol mulk berginki haloldan ber. Haromdan meni yiroq qil. Mol mulk berganingda xayrlik, barakotlik faqat men uchun emas, faqat oilam uchun emas, balki barcha yaqinlarim uchun, qo'ni qo'shnilarim uchun, mo'min musulmonlar uchun, dinim uchun manfaatli mol mulk ber deb Allohdan so'rashdi. Farzand so'rayotganda Alloh menga o'g'il ber, qiz ber deb emas, balki Allohim menga farzand berayotganingda soliha qilib ber. Ko'rganda ko'z quvonadigan, mo'min musulmonlarga manfaat yetkazadigan, yurtga, xalqqa, dinga ko'p foydasi tegadigan. La'nat emas, balki rahmat va duolar olib keladigan soliha farzand zurriyotlar ber. Qabrga borganimda faqat juma kuni yo'qlaydigan emas, balki har kuni 5 vaqt namozda Allohim mag'firlina va livalidina deb menga duo qiladigan. Yaxshi amallari bilan meni ruhimni shod etadigan. Qiyomat kunida mana shu tarbiyalagan farzandim uchun seni roziligingni topishligimga sabab bo'ladigan. Boshimga toj kiyilishligiga, jannat eshiklari menga ochilishlikka sabab bo'ladigan farzand zurriyotlar ato ayla deb Alloh taolodan so'rashligimiz kerak ekan.